Assalomu alaykum qadrdonlar. Sayohat oldik, obyektimiz ham почти tayyor qoldi. Почти 3-chi etaj bitib qoldi inshaalloh. Ya'ni 2-3 etaj bor, uni ham bitkazib olsak topshiramiz. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar, birdan 10gacha bo'lgan balli sistemada. Avtobus zo'r tushibdi. Men borib edim ana mana shu. Так bağlanam normal. Xo'p, bu yerda xonalarimiz ichi bor. Suvga qolgan bilan. Suvga qilsak. Buni ham topshiramiz. Klientni xohishiga qarab 45 gradusdan cho'tkilab chaqlab keltirib berganmiz.